intervyuda ham hech kimga bermagan savolni bergan. Ko'zga chiroyli ko'ringan konsaltingga borib, pulini to'lab sразу ishlab ketma. 3,5 yil oldin biz mana dokumentlar yig'ib topshirgan bo'lsak, har yili bo'ldi. Hech narsa o'zgarmadi degan knopkani aytgandek bosib qo'yaveramiz, bo'ldi. Bizga stipendiya beraveradi. Boshqa topshirish. O'qish sistemasi endi ko'proq self study qilishingiz kerak. Italiyada ham dokumentalniy bor. Aytganimdek, Turin shahrida 20 dan ortiq dormitoriy bor. Edisuga tegishli, ya'ni Edisu bilan Menga ko'proq qiziq, qanday 50 yevroga yashash mumkin? Bitta sponsorim bo'lsa-da, davay короче o'qishni bos, gazini bos, men o'zim to'lab beraman yashashingni anaqalarni deydigan bo'lsa, men yorib yuborsam kerak degan shunaqa hayol bo'lardi har doim. Chunki Koreyada unaqa sharoit yo'q edi. aytganimizdek 15 kishi yig'ilib turishimiz mumkin edi. Ramazon oyi paytlarida ham kimnikiga yugurib borib iftorlik yoki nima qilishimiz mumkin edi, lekin Italiyadan roziman. Italiya mendan rozi bo'lsin. Nima uchun Turin? Assalomu alaykum barchaga. Bugungi podkastimizni Turin shahrida davom ettiramiz va shu yerda o'qiydigan, yashaydigan talabalar bilan suhbatimizni olib boramiz. Xo'p, men ismim Ibrohim. Hozirda Italiyaning Turin shahridagi Turin universiteti magistr bosqich talabasiman. Soham siyosat, political science. Kelajakda mana shu sohada xudo xohlasa O'zbekiston tashqi siyosatiga ozgincha bo'lsa ham o'z hissam qo'shmoqchiman rivojiga. Shunaqa. Ismim Ulug'bek. Turinda уже mana 3 yildan oshdi. Bakalavrda law yo'nalishida o'qiymiz, ya'ni huquq yo'nalishida. Global Law Transnational Legal Studies yo'nalishida. Mening ismim Fayozbek. Kursdoshimiz bitta yo'nalish. Sizda imtihon bo'lib bo'ladi yo'qmi? Bular topshirib bo'lganchasi. Menda dumlarim bilan qolib ketgan. Okey, yaxshi. Birinchi savolim sizga bo'ladi. Xo'p, mana Italiyaga baribir kelishdan oldin u haqida ma'lumot izlashingiz kerak va harakatga boshlashingiz kerak. Nima uchun Italiya orzusi paydo bo'ldi? Qanday qilib paydo bo'ldi? Italiya orzusi bo'lmagan menimcha menda o'zi. Ya'ni Italiya qayerdan paydo qoldi, qanaqa qilib bu bir optionga aylandi desangiz, shu yoz davomida chet elda o'qish niyati bo'lgan, ya'ni aynan Italiya degan fikr bo'lmagan. Chet elda qayerda o'qisa bo'larkan deb Yevropani research qilib, Niderlandiya, Fransiya, Ispaniyalarni rosa research qilib, Italiya optioniga to'g'ri kelib qolganman. Research qilsam juda ham dostupniy, ya'ni uncha ko'p narsa talab qilinmaydi. Agarda IELTSlaringiz va bilim darajangiz o'rtacha bo'lsa, topshirib bemalol kelsangiz bo'ladigan davlat bo'lgani uchun research qilib, o'zim yo'nalish shaharlardan topib, bir nechta universitetlarga topshirib, kirib, Turin shahriga kelib qolganman. Aynan birorta sabab bo'ladi-yu, o'sha mana shu Italiyaga kelishchi ham sabab degandek. Yoki kimdir turtki bo'lishi mumkin. O'zingizdan kelib qolmaydi bu fikr. Qiyin, ya'ni birdaniga kimdir turtki bo'lmagan. YouTube'da har xil blogerlarni ko'rganmiz, o'qiydigan, shu yerda yoki shu yerda yashaydigan, mana o'shalarga havas qilib boshqa qilgan. Bu savolim berganim kecha ikkilikda aloqa qildinglar, komilchiga o'shaning uchun bergan edim. Ya'ni mendan birinchi chiqqan. Okey. Xo'p, mana jarayon boshlangandan keyin viza olish kerak, chunki Yevropa davlati aynan viza jarayonida qanaqa qiyinchiliklar bor va nimalarni amalga oshirish kerak. Viza jarayonida dokumentatsiya menimcha muammo bo'lgan. Bank statement, sizni nomingizdagi uylar, ota-onangiz nomidagi mol-mulk, shu asosan hujjatni yug'ur-yug'uri. Keyingisi kutish muddati. Biz paytda 2 hafta kutilardi. Hozir adashmasam bolalar 2-3 oylab kutyapti viza olishdi. Shu muammolar. Demak, ozroq aniqlik kiritib ketsak bo'ladi. Keysingiz qanaqa bo'lgan? Chunki hozir mana ko'rish mumkin. YATD yoki MCH holatlarida ko'rsatdim, ba'zi talabalar milliard avval ko'rsatsa ham lekin отказ olib qoladi. Sizni keys qanaqa bo'lgan o'shanda? Meni keys hop bir dona uy ko'rsatganman, akam nomidagi uyni ko'rsatganman. Bankka 7,5 ming pul qo'yganman, 7,5 ming dollar. Minimalni 6,5 ming edi. Men 15 ming yoki 20 ming qilib ko'paytirmoqchi emasman, chunki hamma biladi, talabada bunaqa pul bo'lmaydi, hech kim bankka buncha pul turmaydi. Aytishdan
6,5 ming qo'yishim uchun noto'g'ri, eng minimalisini shunga ortiqcha o'xshatmasdan 7,5 ming qilib qo'yganman. Keyin otam bir ofitsiant ishlamaydi, davlat ishida hech kim ishlamaydi bizda. Tadbirkor shu kartasini kirdi chiqdi tranzaksiyalarini ko'rsatganman. Shunda tranzaksiyalari o'rtacha edi, bunaqa baland emas edi. Shu keysim 100% aniq emas edi meniki. Juda oddiy edi, juda ham oddiy edi. Nasib qildi. Intervyuda ham hech kimga bermagan savolni bergan. Intervyu bilan yaxshi muomalada chiroyli gaplashganmiz. Qanaqa kinolarni yaxshi ko'rasiz degan. Shu darajada savol bergan. Qanaqa kinolarni yaxshi ko'rasiz degan oxirgi savoli. Keyin aytganman, yo'nalishim huquq bo'lgani uchun aytganman, shu Advokat Diablo degan kino bor edi. Shu Advokat Diabloni yaxshi ko'raman. Побег из Shawshank'ni yaxshi ko'raman. Endi bu kinolar asosan shu huquqqa ulanganligi uchun birinchi kelgan shu kino bo'lgan. Huquqqa qiziqar ekan degan bo'lsa kerak. Shu chiqib ketayotganimda metrikam olib kelmagan bo'lganman. Pasportingizni olib kelganingizda metrikangizni olib keling degan. Shu menga nima deydi, umid bag'ishlab qo'ygan. Menimcha berdi shekilli deganman. Katta ehtimol bilan deb shu 14 kun sal xotirjam kutganman. Italyan kinolarini demoqchisiz. Shu yerda urib Qaysi kinosini deb qolganda ana keyin mahfalada aytib ko'rsam, ko'rsatib deb qo'ysam bo'lmasdi. Shu unaqa ortiqcha hech narsa qilmaganman viza olish uchun. Me'yorida. Yaxshi. Sizda ko'rish mumkin. Siz bundan oldin ham boshqa davlatda o'qigansiz, Koreya davlatida va Koreya bilan Italiyani solishtirganingizda qanaqa farqlarni ko'ryapsiz? Farqi katta. To'g'risi, men kutmagandim Yevropada bunaqa farq bo'lishligini. O'zi Yevropa bilan Osiyoni o'sha gigant davlatlari desam, Koreya bilan Italiyani ham o'zgacha muhit, odamlari, atmosferasi, ob-havosigacha даже juda katta farq bor. Ayniqsa arxitekturasi. Kelganimda meni eng lol qoldirgan narsa arxitektura bo'ldi. Chunki Koreyada, Yaponiyaga borib keldi do'stimiz, ancha binolar ham o'zgacha, osmono'par binolar ko'p, boshqa, lekin Italiyada baribir European vibe, binolari eskiroq, qanaqadir old vibe anaqasini beradi. Shu tomonlari juda o'zgacha bo'ldi. Ayniqsa arxitekturasi bilan odamlari degan bo'lardim. Chunki Koreya, Yaponiya, Xitoydagi odamlar rosa introvert odamlar hisoblanadi. Ayniqsa Koreyada siz chet ellik bo'lsangiz, boshqa bo'lsa, sizga salom alaykum ham unaqa kuchli bo'lmaydi, issiq bo'lmaydi, odamlari ham unaqa sizga yaxshi muomala qilmaydi. Italiyada esa qayerga borsangiz chao shunaqa. Shu tomonlari odamga o'zgacha bir qanaqadir kayfiyat berar ekan. Shunisi zo'r. Demak, sizdan hozir kimdir maslahat so'rab qolsa, aynan Koreyadagi vatandoshlarimiz bemalol tavsiya qilasiz. Agarda talabalik, ya'ni bilim olish uchun maslahat so'rashsa, uni ham кейsiga bog'liq. Agar Koreyada o'sha GKS degan katta grant bor, davlat granti, shuni yutgan holatda bo'lgan bo'lsa, men Koreyani maslahat bergan bo'lardim. Yo'q, agar faqat shunchaki o'qishga bormoqchiman Koreya yoki Italiya degan bo'lsa, talabalar uchun Italiyani juda ancha sharoitlari yuqori deb bilardim Koreyani. Shunaqa. Sizni eshitganman, konsaltingdan kelgansiz baribir va juda ham qiziq tuyuldi menga. Aynan o'zbek emas, russkiy konsaltingga. Mana hozirgi eng yoshlarni og'riqli nuqtasi hisoblanadi. Nimaga qarab konsalting tanlash kerak va qanaqa qilib unga ishonch bildirish kerak? Konsaltingga ishonch bildirishingiz uchun menimcha baribir birinchi o'rinda revyularga qarishingiz kerak. Ya'ni nechta o'quvchilar bilan ishladi, qanaqa success rate qanaqa, ya'ni nechta o'quvchi rostdan ham kirdi o'qishga, chet elga nechtasi ketdi, vizada qanchasi ola olmadi, vizani qanchasi oldi. Men ishlagan konsaltingda bu narsa saytlarda hammasi ochiq oydin bo'lgan. Ya'ni bu yil mana shuncha o'quvchilar bilan ishladik, mana shunchasi shu universitetlarga kirdi va hokazo. Ya'ni hammasi transparent, hammasi ochiq bo'lgan. Yozib ko'rganman. Nima deydi, birinchi konsalt anaqa qilishi, ya'ni nima deydi, maslahatlashib yo'l ko'rsatishi hech qanaqa pullik bo'lmagan. Ya'ni mana shu universitetga topshirsang bo'ladi, sani keysingga bu to'g'ri keladi deb maslahatlar berishgan. Ana undan keyin o'sha agarda biz bilan ishlaydigan bo'lsang, shartlarimiz bunaqa va hokazo deb hammasini ochiq oydin tushuntirib berishgandan keyin ishonch paydo bo'lgan. Connection seza olganman, ya'ni rostdan ham men haqimda qayg'uryapti bular, men haqimda nima deydi, shunchaki pulni olib
shunchaki qaysidir universitetlarga onlayn applikationni to'ldirib qo'yib yo'q bo'lib ketmaydi bular. Rostdan ham menga yordam beradi, vizada ham, scholarshipda ham yordam beramiz degan. Shunga ishonib, ular bilan ishlashni boshlaganman va ko'z tegmasam oxirigacha juda zo'r support ko'rsatishgan. Demak, natija bo'lgan. Ha, albatta, men umuman afsuslanmayman. To'lgan har bir tiyinimgacha roziman. Lekin mana endi topshirmoqchi bo'lganimga qanaqa maslahat berardingiz mana shu tanlash borasida? Aytganimdek, u shunchaki ko'zga chiroyli ko'ringan konsaltingga borib, pulini to'lab sразу ishlab ketma. Undan ko'ra research qil, rostdan ham tarixi bormi bu konsaltingning, ya'ni ishlayaptimi bu o'quvchilar bilan ishlagan senga qanaqa muomala qilyapti, ya'ni shulardan kelib chiqib bilsa bo'ladi. O'quvchilar rostdan o'qishga kiryaptimi, kirmayaptimi. Xo'p, endigi mavzuyimizni stipendiyalarga qaratsak bo'ladi. Bilamizki, demak, Turin o'zi alohida regionalniy stipendiyasi bor va ushbu stipendiyada qanaqa talablari bor va uni qanday yutsa bo'ladi? Men shu konsaltinglar qilganman. Hujjatlarda shu konsalting yo'l ko'rsatgan ko'pida. Endi u topshirganim 3 yil oldin edi. Qonun qoidalari har yil o'zgaryapti. Shunga hozirgi qaraqa bilayman. Men paytda shu ota-onaning daromadi, mol-mulk, stipendiyaga qaraqa hujjatlar ko'rsatgan bo'lsangiz, shuni teskarisi. Men aytmoqchiman, vizaga masalan o'zingizni boy qilib ko'rsatdingiz, stipendiyaga uni teskarisini qilishga harakat qilishingiz kerak. Shu hujjati juda ham ko'p. Juda og'ir. Oxirgi stipendiya topshirganlardan Ibrohim yaxshiroq biladi hujjatlarni mendan ko'ra. Demak, siz hozir stipendiya olmaysiz? Stipendiya olaman. Men topshirib qo'yganman. Hujjatlarni 3 yil oldin. Keyingi yilga sharoitim xuddi shunday o'zgarish yo'q degan knopkasi bor. Shuni bosib qo'yaman, bo'ldi. Hech qanaqa qo'shimcha hujjat kerak emas. Rimda unaqa emasmi? Salkam 3,5 yil oldin biz mana dokumentlar yig'ib topshirgan bo'lsak, har yili bo'ldi. Hech narsa o'zgarmadi degan knopkani aytgandek bosib qo'yamiz, bo'ldi, bizga stipendiya beraveradi. Boshqadan topshirish. Ya'ni ishonch bor. Har yil hujjat qilinadi. Turinda unaqa emas. Turinga kelinglar. Yaxshi, shuning uchun tushunyapti o'zi. Shuncha bo'layotgan ekansizda anaqani bir marta olmaydi, bo'ldi, boshqa ololmaydi deb. Mana do'stingiz nima aytdi? Shunaqa. Shuning uchun tushunmayapman men. Tushunarli. Xo'sh. Mana Koreyada baribir siz 4 yildan oshiqroq yashagansiz. 4,5 yil. Baribir bitta joyda shuncha vaqt yashash, bu уже shu davlatda moslashib qolgan bir fuqarosidek his qilasizda. Bu yerda moslashish jarayoni qanaqa kechdi? Bu yerga kelganimga deyarli 4 oydan o'tdi. 5-oy ketyapti. Hozirgi endi mana shu oydan deymizmi, ancha o'zimni shu yerda moslashgandek his qilyapman. Lekin boshida juda ham qiynaldim. Boshida xayolimda Koreyadaman. Xayolimda Koreyadaqa sharoitlar bu yoqda ham. Koreyada hech qachon misol uchun suv olish muammo bo'lmaganda, hamma yoqda o'sha suv bo'ladi, olib ketaveradi, boshqa qiladi. Yotoqxonaga borganman, suv yo'q, chanqab, shunaqa qilib qayerdan do'konga borib olishni ham anaqasini ham bilmaganman. Til muammosi bo'lgan, Koreyada sistema emas. Shu tomonlari juda ham boshida qiyin bo'lgan. Lekin sekin-sekin vaqt o'tgan sari ancha ko'nikib, Koreyaga qanaqa ko'nikkan bo'lsa, Italiyaga ham shunday sekin ko'nikib boryapmiz. Permiso haqida gapirsak bo'ladi. Har bir regionda bilishim bo'yicha har xil ishlar ekan bu narsa. Va kecha masalan eshitgandim, Milanda tez, chunki men bilan birgalikda kelgan insonlar o'sha permisosini olib bo'ldi. Lekin biz Rimda hali navbatimiz ham kelgani yo'q. Bu yerda tizim qanaqa ishlaydi? Bu yerda ham xuddi shunaqa deyarli. Ya'ni siz bu o'quv yilida keldingiz. Men do'stimiz ham shu o'quv yilida kelgan, hali anaqasi kelmadi, appointment hali kelmagan. Adashmasam, deylik, hozirda topshiradigan bo'lsangiz, sizga appointmentni 5-6 oydan keyinga beradi. Appointmentingiz keladi, kirib chiqasiz, ya'ni barmoq izlaringizni topshirib chiqqaningizdan keyin, ya'ni kamida 1 oy kutasiz. Degani, ya'ni topshirganingizdan keyin 7-8 oydan keyin qo'lingizda permisoyingiz bo'ladi. Shunaqa. Unga qanaqa hujjatlar talab qilinadi? Ko'p emas, o'qishdagi sertifikat, ya'ni o'qiyotganingiz haqidagi enrollmentingiz bo'lishi kerak.
o'zini kiti bor, ya'ni bilamiz hammamiz Posta Italiani pochtalarga borib, kit olib kitni to'ldiramiz. Страховка kerak. Страховка yillik, appointment kuningizdan boshlanadi, ya'ni отпечаток palsiga qachon kirayotgan bo'lsangiz, ana o'sha kundan 1 yillik страховка olsangiz, sug'urta olsangiz, xuddi o'sha vaqt mobaynida sizga permissiya beriladi. Permissiyaga to'lov qilinadi, bilamiz. O'sha to'lov summasi qancha bu yerda? Pochtada jo'natib, o'zingizni applicationingizni jo'natayotganingizda 105 edi adashmasam, 105, 110 lar atrofida. Va sug'urtaga to'laysiz. Sug'urta har xil, xohlasangiz qimmatini oling, xohlasangiz arzonlari bor. Biz odatda Vayitli degan sug'urta olamiz. 150 yevro atrofida bo'ladi. Va bo'ldi, menimcha shu 250-300 larga tushadi shunda permissiyani olishingiz. Keyin u permissiya fingerprintga kirib chiqqaningizdan keyin o'z vaqtida tayyor bo'ladimi yo unga ham ancha kutish kerakmi? Har xil keysdan keysga bog'liq. O'zi odatda vaqtida tayyor bo'ladi. Ya'ni kirib chiqdingiz, bir oydan keyin qo'lingizda permissiyangiz bo'lishi kerak. Shu Italiyada bo'lganimdan beri 3 marta permissiya topshirganman. 3 marta permissiya olgan bo'lsam, kirib chiqqanimdan keyin bir oy o'tmasdan, ya'ni 20 kun, 25 kundan keyin qo'limda o'sha permissiyam bo'lgan. Lekin do'stlarimiz bor, permissiyaga topshirib, bu permissiyasini 3-4 oylab, 5 oylab kutganlar yo'q emas. Bor. O'zim 5 oy kutdim oxirgisini. Ya'ni kechikib qolishi mumkin, yani har xil. Keys deganda shunda faqat hujjatlar to'liq bo'lsa-da. Ha, hujjatlaringiz to'liq bo'lsa, o'z vaqtida chiqishi kerak, ya'ni muammo bo'lmasligi kerak. Tushunarli. Siz bilan ta'lim tizimi haqida gaplashsak bo'ladi. Aynan Turin universitetida imtihonlar, o'qish sistemasi qanaqa? O'qish sistemasi endi ko'proq self study qilishingiz kerak. Masalan, professorlar leksiyani berib ketadi. Siz o'zingizga bog'liq, baribir o'zingiz uyga kelib o'qishingiz kerak. Leksiyadan oldin o'qib o'rganishingiz kerak. Leksiyasini iloji boricha qatnashib, note taking qilib, savollaringiz bo'lsa, shu leksiyada berib olishingiz kerak. Shunaqa. Endi professorlarga keladigan bo'lsak, italyanskiy aksenti bor. U shunish qiyin bo'ladi ba'zida. Ingliz tili darajasi hamma, masalan, 50% professorlar ingliz tili darajasi juda ham past. Qiynalishadi ingliz tilida dars o'tgani. Shu. Masalan, bizda Rim Sapiensida o'zi imtihonlar bo'lsa, o'tish balli bor va maksimum 30 и 30 ball esa 18. Bu yerda ham xuddi shunaqa. Butun Italiyada menimcha shunaqa. Eng minimumi 18, maksimum 30 L degani. Masalan, o'tolmay qolsa-chi? O'tolmay qolsangiz bizda 1 yilda, bitta o'quv yilida 3 marta topshirsangiz bo'ladi. 3 marta imkon beriladi. Xohlang qishki sessiyada yoki yozgi sessiyada topshirib chiqsangiz bo'ladi. Agar o'tolmasangiz, yana qayta kirasiz. Yana o'tolmasligingizga ishonchingiz bo'lsa, withdraw qilib chiqib ketsangiz bo'ladi. Demak, faqat qayta topshirishni birinchi yilda o'zida qilish, ikkinchi yilda ruxsati yo'q. Yo'q, 3 yil davomida, masalan 3 yilmi, 4 yil davomida siz faningizni topshirsangiz bo'ladi. Meni hozir fanlarim bor, birinchi kursda qolib ketgan fanlarim bor. Birinchi kursdan qolib ketgan. Hozir kirib topshirsam bo'ladi, muammosi yo'q. Shunaqa. Tushunarli. Xo'p, siz bilan Vayo haqida gaplashsak bo'ladi. Ko'pchilik mana yoshlardan eshitsa, endi kelganlar Vayo haqida bilmaydi. Va Milandagi suhbatimizda ham bu bilan qisman gaplashib ketdik. Siz Vayoni qayerdan bilasiz va bundan tashqari mana Rimga va Italiyaga kelganingizdan keyin ham ancha tashkilotchilik qobiliyatingiz juda ham yaxshi ketyapti va bu ham o'z-o'zidan emas. Aynan mana shu borib Vayoga taqaladi va bu tashkilotchiligingiz nimadan boshlangan? Xo'p, o'zi Vayodan boshlagan bo'lsak, Vayo o'sha World Association of Youth of Uzbekistan, ya'ni O'zbekistondagi Yoshlar umumjahon assotsiatsiyasi deyiladi. Prezident o'zining tashabbusi orqali ochilgan. Hozirda Yoshlar ish agentligi qoshidagi tashkilot. Bu tashkilot har bitta musofirda yurgan o'zbeklarga yordam berish maqsadida har bitta davlatda Vayoni vakili bor. O'zi O'zbekistonda Glavniy Vayo bo'lsa, misol uchun Vayoda Vayo Koreya vakili, Italiyada Vayo Italiya, Vayo Rossiya, Vayo Malayziya, har bitta davlatda bor. Yo'q bo'lsa bo'lish kerak.
har o'zbek borgan joyga vayu bo'lishi kerak. Shunaqa o'sha musofir yurgan yoshlarni o'sha ishini yengil qilish maqsadida ochilgan tashkilot. Italiyada bormi? Italiyada ham dokumentalniy bor. Endi yaqinda ochildi, endi sekin boshladi to'g'risi. Kim direktor? Boshida kim? Vayu tomonlama anaqa qilingan, Tolibjon degan, Milanda Tolibjon ekan degan. Vayu haqida o'sha Koreyada eshitganman. Koreyaga borganda o'sha Pusan shahrida Pusa degan tashkilot tashkil qilganmiz. Pusan Uzbek Students Association, Pusandagi o'zbek talabalar assotsiatsiyasi o'shani Koreyadagi Vayu bir narsani tashkil qilganimizni eshitib, kollaboratsiya taklif qilgan. Biza Vayuni qoshida tashkil topganmiz, Vayuni qoshida tashkil qilinadigan bo'lganmiz. Va shu narsani tashkil qilib, o'sha yerdagi o'zbek yoshlariga har xil tadbirlar qilib, zakovat deymizmi, hiking deymizmi, o'sha networking Koreyani o'zida, Pusanni o'zi 3000 ga yaqin o'zbek bor edi, Koreyani o'zida 120 mingta o'zbek bor hozirda. O'zbeklar ko'p bo'lgandan keyin bir-biriga yordam berishi bor, bir-biridan qanaqadir har xil networking anaqalar qilish bor. Shular uchun ham biz shuna tadbir tashkil qilganmiz. Koreyadagi o'sha yoshlar qiyinchiligini yengil qilish maqsadida bo'lgan. Xuddi shu narsa Italiyada ham hozir boshlagan tashabbusimiz ham xuddi shunaqa. Shu paytgacha mana yaqinda 4-tadbir tashkil qilyapmiz, xudo xohlasa. Maqsadimiz o'sha. Koreyada qanaqa maqsad bo'lgan bo'lsa, shu musofirda yurgan o'zbeklarga yordam berish. Shunday. Yaxshi. Siz bilan kecha ham dormitoriy haqida gaplashgan edik. Qisqaroq aytib ketsak bo'ladi, chunki kimlardir u videoyimizni qo'yib qolish mumkin, o'tkazib olish mumkin. И unga kirish bo'ladi. Qisqaroq dormitoriy qanaqa yutish mumkin? Umuman o'zi mana shu regionda nechta dormitoriy bor? Uni qanaqa yutsa bo'ladi? Aytganimdek, Turin shahrida 20 dan ortiq dormitoriy bor. Edisuga tegishli, ya'ni Edisu bilan kollaboratsiya orqali qilishadimi yoki to'laqonli Edisuga tegishlimi har xil bo'ladi, lekin shu 20 dan ortiq dormitoriyaga, yotoqxonaga siz scholarship topshirayotganingizda topshirasiz birgalikda, ya'ni shu dormitoriyaga ham o'zimni applicationni topshirmoqchiman degan joyi bor, o'shanisini to'ldirib ketasiz va deadlinelar bo'yicha hammasiga ulgursangiz, dokumentlaringiz joyida bo'lsa yokida уже qaysidir vaqt mobaynida o'qiyotgan bo'lsangiz, kreditlaringiz joyida bo'lsa, dormitoriy sizga beriladi va shu aytganimdek 20 dan ortiq dormitoriy ichida siz o'zingizga joylashuvi bo'yicha ma'qul kelganini tanlab chiqasiz birin-ketin va qaysi birida joy bo'lsa sizga ana o'sha beriladi. Bu 20 ta dormitoriy shu Turin shahrining ichida joylashgan. Turin shahrining ichida, mana shu yaqin atrofni o'zida ham aytganimdek 4 ta 5 ta yotoqxona bor. Men bitta yotoqxonada turaman do'stim. 2 minutlik boshqa yotoqxonada turadi. Shunaqa yotoqxonalar ko'p. Keyin yotoqxona reytingingizga qarab, reyting emas, baholaringizga qarab beriladi. Shunaqa. Masalan, bu yoqda baholari yaxshi, shuning uchun shaharda, sentrda yaxshi joylar berilgan. Unda mana baribir studentlar birinchi boshda ham kvartirada turishga to'g'ri keladi. Umuman o'zi bu yerda Turin shahrida studentlar kvartirada yashasa qancha xarajat qilishi mumkin oyiga? O'rtachasi. Siz endi yotoqxona misolida aytdingiz hozir. Yo'q, men 2 yil o'zi kvartirada turganman. Juda ham har xil kvartirada turganman. Yaxshi, yomon kvartirada. Endi sharoiti yaxshi bo'lsa, turizmlar mo'ljallagan yaxshi, 400 yevro to'laysiz. Single room 2 ta kravat bilan bir xonali kvartirani 800-900 ga olasiz. 12 kishi bo'lib o'rtada 400 dan 450 dan qilsangiz, yaxshi sharoitda, qishda issiq, yozda salqinroq kvartirada turasiz. 250-300 ga topsangiz ham bo'ladi. U sharoit endi qiyinroq bo'ladi, sovuqroq bo'ladi. Shunaqa. Demak, hozir kvartirani o'ziga shunaqa. Kvartirani o'ziga, undan tashqari yana plus 150 svet gazga rasxod bo'lishi mumkin. Ba'zi kvartiralar bor 900 hammasi ichida deydi. Ba'zi kvartiralar bor 900 gaz svet alohida deydi. Joyiga qarab, kvartiraga qarab, sharoitiga qarab. Qiziq tuyuladi baribir. Yotoqxona yursa ham yoki hamma stipendiya olsa ham, lekin oyiga qancha rasxod qilish mumkin degan. Masalan, men misol qilib aytaman, maqtanish emas, faqat o'zim yotoqxonada turaman, oyiga 50 yevro plus-minus xarajat qilish mumkin. O'shaning uchun bu menga hozir qiziq tuyulyapti. Siz yotoqxonada turib oyiga qancha rasxod qilasiz? Menga ko'proq qiziq, qanday 50 yevroga yashash mumkin?
yotoqxonaga, uy turar joyga pul to'lamasdan turib deyapsizda, ya'ni. Yotoqxonada o'zi pul to'lamaysiz, yo siz to'laysizmi? Yo'q, to'lamaymiz. Stipendiyadan olib qolishadi. To'layman deb to'laymiz. Agarda yotoqxonaga pul to'lamagansiz, stipendiyam ko'proq bo'lardi deylik. Xullas, turar joyini hisobga olmaganimizda 50 yevro ishlataman dedingiz. Ha, aytaman. 5 ta 6 ta Madinani pulini ishlatib qo'ysam kerak o'zim. Ya'ni men nima deydi, xohlagan narsalarni olib tashlab, mazza qilib, kunda restoranlarda yurmayman. Unaqa odatimiz yo'q hech kimning. Bu yoqda baribir musofirchilikda baribir studentmiz. Lekin yaxshi bir nima deydi, ro'zg'or qilib qo'yib, deylik bu yildan bu yildan deylik transport studentlarga Turin shahrida tekin bo'ldi. Bundan oldingi yilda transportga ham to'laysiz, proyezdnoy sotib olasiz yoki-da Wi-Fi'laringiz bor, telefonlaringiz bor va hokazo. Ya'ni sport zallaringiz bor, jimga chiqaman desangiz, o'rtacha aytganimdek 200-250 rasxod qilishga plus-minus o'rtacha tayyor bo'lish kerak. ChatGPT. Albatta, kudar o'zadi, albatta. O'shaning uchun-da. Ikkita kompyuteri bor, MacBooklar, gamers. Keyin yaqinda iPhone yangiladi 17. Ana. Aytgancha. Yaxshi. Men nega 50 yevro ketganim sababi bizada menzani ham unaqa hisoblab boradi ichida, lekin unda ham to'g'ri menzani ham qilib qo'yaylik qilib. O'zi yotoqxonangiz tekin bo'lsa, menzingiz tekin bo'lsa, boshqa unchalik deyarli rasxod bo'lmaydi-da. Shuning uchun men plus-minus qilib aytsam, 50 Sizni mensiz ham tekin demak. Mensa. Lekin uni ham baribir yillik hisoblab olib qoladi-da. Shunda baribir nima deydi, uy ro'zg'oringizga, yeb icharingizga demak siz kamroq rasxod qilasiz, kim bizga qaraganda. Biz baribir uyda o'zimiz pishiramiz, boshqa qilamiz. Shu ro'zg'orni o'ziga aytganimdek 150 lar ketsa kerak. Va transport deganda ham institutda bo'lgani uchun menga transport karta unaqa narsa kerak emas. Zo'r. Unaqa ham nima? Scholarship ham sof anaqani berar ekanda bu. Sof foydani berar ekanda faqat. Uydagilarga nimadir olib ketamiz. Shunaqa. Xo'p, mana eshitishim bo'yicha Turinda stipendiyalar o'z vaqtida berilar ekan. Lekin bizning regionda hali unaqa bo'lmadi. Birinchi kurslarda tushish holati kuzatilmadi. Ikkinchi kursda bo'ldi. Va siz ham birinchi kurssiz. Ilk marotaba unaqa stipendiya olyapsiz. O'zingizni qanaqa his qildingiz? Qiziq savol mana shu haqiqatan ham. O'zi Turinda stipendiya bular yaxshiroq biladi, qachon tushish anaqalarini. Lekin bilishimcha hammaga ham vaqti tushmaydi bilishimcha. Sal kechikadigan paytlar ham bo'ladi. Va mana shu baholaringizga taqalib qoladi. Yo'q. Agar reyting bo'lib qoladi. dokumentlaringiz joyida bo'lsa, izaiga qaraydi birinchi kursda. baholaringiz joyida bo'lsa, vaqtida tushadi. Senga ham vaqtida tushdi-ku mana. Siz baholarga emas, izaiga qaragan. Izaiz masalan pastroq bo'lgan, agar balandroq bo'lganda ham bermardi yoki oxirida tushadi. Yanvarda men o'zim tanlashim olamasdan yurdim. Hali. Izasi baland demak. Bizda ham Zohid o'zim anaqa xonadoshim. Bolada demak. Puli ko'p. Xo'p, savol qaytadigan bo'lsak, juda o'zgacha his-tuyg'u bo'ldi. Chunki Koreyada men uchun qaysi ma'noda orzu bo'lgan bu narsa. Aynan mana shu stipendiya menga har doim shunaqa tuyulardi, o'sha bitta sponsorim bo'lsa-da, davay короче o'qishni bos, gazini bos, men o'zim to'lab beraman yashashingni anaqalarni deydigan bo'lsa, men yorib olsam kerak degan shunaqa xayol bo'lardi har doim. Chunki Koreyada unaqa sharoit yo'q edi. Juda ham ko'pchilik unaqa sharoit yo'q edi, juda ham kamchilik GKSda o'qirdi va ko'p GKSchilarga bizda qanaqa hasadimiz bo'lardi o'sha paytda. Nima uchun biz topshirmaganmiz, nima uchun narsani bilmaganmiz degan. Endi mana Italiyada shunaqa sharoit bo'ldi, xudoga shukr, haqiqatan o'zimiz xohlagandek, o'zimiz xuddi qilma xohlagan nima orzu qilganmiz, xuddi shunaqa stipendiya bor, transport tekin, o'qish bemalol o'qisa bo'ladi, vaqt bor, hech kim hech qanaqa boshqa narsa talab qilmaydi, prosta o'qish kerak. Shunaqa anaqaga tushganimdan juda ham xursand bo'lganman. Menga bitta narsani ayta olaman, shu stipendiya olgan paytimda menga juda ham katta motivatsiya bo'lgan. Olgan kunim do'stlarim yonimda bo'lgan, davay bo'ldi, men kelajakda buyuk odam bo'laman degan. Osh qo'ygan. Shunaqa his-tuyg'u bo'lgan. Qayerda? Stipendiya olgandan keyin oshchilik edingmi, osh edingmi? Osh yedik-ku, Kemonteda bo'lsa osh yedik. Shunaqa his-tuyg'u bo'lgan. Shunaqa boshqalarga ham xohlab qolardim. Shunaqa stipendiyalar hammaga nasib qilishini, hammaga shunaqa sharoit bo'lishini xohlab qolardim. Shunday.
stipendiyalardan ECUni maksimum minimum deb aytib ketdingiz. Mana shu chegaralari qancha bo'lishi kerak? Adashmasam 70 minggachami? Maksimum 50 minggachami, lekin yillik. Maksimumlari shunaqa, ya'ni siz eng kattalari 50 minglarga borardi. Men ham ko'rganimda. Lekin umuman to'liq stipendiyani olish uchun bo'lsa, u adashmasam 15-20 ming. Requirementiga 50 ming kiradi, lekin reytingga tushish uchun 15 ming maksimum. Hozir даже 10 mingga tushib qolgandi. Menda bilmayman 500 mi? Shunaqa. Baribir O'zbekistondan kelgan o'rtacha bolani, o'rtacha studentni izasi yevropaliklarnikiga solishtirganda ancha past bo'ladi baribir. Shunga iza bo'yicha katta ehtimol 99% o'zbeklarda yoki umuman singari kelganlarda muammo bo'lmaydi. Ya'ni izasi по-любому past chiqadi. Qanaqadir bir milliarderdan farzandi bo'lmasa. Mol mulki gap ko'p bo'lmasa. Ha, shunaqa. Chunki 50 ming deyotganda hozir mana bizada Laziyo regionida 24 mingda eng maksimum. O'shanga baland ekanda, ha. Sizda eng minimum boy 100% olish uchun 13 ming. Yo'q. 13 ming 12 ming shunaqa. Tunda mana sharafni yaxshi olaman. Qolganini. Ya'ni Har bir to'g'ri hozir solishtiryapmiz hamma narsani. Nimaga Italiya degan Eng zo'r joy degan qolgan. To'ppa-to'g'ri. Ya'ni Italiya aniq topshirishim bo'lgandan keyin shaharlarni baribir research qilasiz, qaysi shaharga borsam bo'ladi va hokazo. Turinga nima kelganimga ham sabab mana shunda, ya'ni research qilganman, rostdan ko'rganman. Mana shu stipendiyalar bo'yicha, turar joylar bo'yicha, narx-navolar bo'yicha juda student friendly desak bo'ladi. Ya'ni studentlar uchun juda ham mos keladigan shahar bo'lgani uchun Turin tanlangan. Ob-havosi ham juda zo'r, ya'ni. Juda ham zo'r. Toshkentga yaqin desa bo'ladi. Вот mana kecha Milanda ham so'raganimda dormitoriy masalasini ham umuman haqiqatdan ham ularniki birinchi yil ayniqsa yutish omad deydi shunaqa. Juda omad. Bizda ham shunaqa shekilli. Umuman hujjat topshirishda chunki ular pozitsiyasiga ham anaqa o'rniga ham qaramas ekanda. Kim to'g'ri kelsa o'shani lotereya ekanda. O'shani loyiq ko'radi. Keyin ikkinchi yillardan sizlar aytganidek bahosiga qarab ajratadi. Shunaqa. Xo'p, Turindagi xavfsizlik masalasini gaplashsak bo'ladi. Qay darajada shahar xavfsiz yoki xavfli? Deylik, qay darajada desangiz 70-80% xavfsiz deylik. Lekin bir xil joylar bor, borish kerak emas bo'lgan, kechalari borish kerak emas bo'lgan baribir rayonlar bor. Lekin overall olib qarasak, shahar безопасный, ya'ni xavfsiz. Nimadirlaringizni o'g'irlatib qo'yishingizmi? Ha, albatta mumkinmi? Albatta o'g'irlatib qo'yishingiz mumkin. O'zim shaxsan 2 marotaba velosipedimni o'g'irlatib qo'yganman. Ya'ni bo'lib turadi bunaqa narsalar. Lekin ko'chada yurganingizda hech kim sizga tegajog'lik qilmaydi, anaqa qilmaydi agar sentrda yursangiz. Katta shaharda kichkina muammo turadi. Katta shaharda kichkina muammo turadi do'stim aytgan. Qizlar chetdagi joyni yo'qmaydi. Endi Joy bo'lib turadi. Povod bermay yuramiz ko'chaga. Yo'q, lekin ancha xavfsiz. Hech bir muammo bo'lmagan bundan. Endi velosipedimni o'g'irlatganman men 2 marta, lekin o'zimga ishonsa qilmagan. Kelganimizdan beri kimozar o'ynayapmiz. Hozircha kiyikka hali yana kim velosiped olmadinglar. Hali kimdir o'tib ketishi mumkin. Juda Turin xavfsiz, 2 marta velosipedni o'g'irlatganman va pichoqlab ketishgan. Bir marta xavfsizligi yana nimada? Telefonimni yo'qotib qo'yganman. Birinchi kelgan yilim telefonimni yo'qotib qo'yganman. Yangi chiqqan iPhone 13 edi o'sha payt. Juda siqilganman. Endi nima qilaman va hokazo. O'sha xayolimda ertasiga qayergadir borib, qanaqadir oddiyroq Samsung sotib olib tutib yuribman xayolimda. Lekin telefon bo'lyapti bir payt. O'rtog'im nomeriga telefon topib oldim. Italyan student, o'zimizdagi student. Kelib olib kelib bergan telefonimni. Ya'ni juda hayron qolganman. Aynan mana shunaqa o'g'irliklar kuzatilganda qayergadir murojaat qilsa bo'ladimi? Murojaat qilsangiz bo'ladi, lekin bu yordam beradimi, yo'qmi desangiz 99% yordam bermaydi. Ya'ni siz murojaat qilasiz, siz application to'ldirib shikoyatingizni bildirasiz, lekin bu narsa bo'yicha deyarli hech narsa qilishmaydi. Yo'qoldimi? Yo'qolishga velosiped, kichkina telefon, shunga o'xshagan narsa. Kattaroq muammo bo'lsa, hal qilsa kerak. Biroq muammoga tushmaydi-ku. Mashina yo'qotib qo'ysangiz, topib berishlari mumkin. Xo'p, Turindagi transport tizimini gaplashsak bo'ladi. Qancha to'lov qilish mumkin? Oylik tariflari bo'lishi mumkin balki. Ular qancha? Va agar mabodo studentda hech qanaqangi kartasi bo'lmasa, jarimaga tushib qolsa, u qanaqa holatda bo'ladi? Bu yildan studentlarga 26 yoshdan past
yosh bo'lgan studentlarga tekin bo'ldi. Oldinlari pullik edi, yiliga 280 euro to'lardik. Shunaqa edi. Undan 200 eurosini masalan sentyabrda biz u kartani oldik. Iyulda, avgustda 200 eurosini qaytarib beradi bizga. Cashback qilib 200 eurosini qaytarib beradi. Shunda 80 euro 1 yilga to'lardik. Transport tizimi ancha yaxshi yo'lga qo'yilgan. Nisbatan ancha yaxshi qo'yilgan. O'zimizni O'zbekistonga solishlasak ancha zo'r. Lekin Shvetsariya yoki Germaniya u yerda baribir hammasi vaqt soatida bo'ladi. To'g'ri. Bu yerda sizga 6 da keladi deyishi mumkin, lekin 6:15, 6:20 bo'lib qolishi mumkin bu avtobuslari, tramvaylari kutib qolasiz. Ba'zi kunlari bor, bo'ldi bugun biz ishga chiqmaymiz deb ishga chiqmaydi, strayk qilishadi. Shu oylik to'lov qilaman desangiz 26 yoshdan yoshlarga 25 euro oyiga. Bu ham metro, ham tramvay, ham avtobusga o'tadi. Agar siz biletingiz yo'q bo'lsa, shtraf, joyda to'lasangiz 50 euro, kechiktirib to'lasangiz 100 euro. Bu tekshiruvlar har doim ham chiqmaydi, lekin baribir ushalasiz oxirida. Siz yurishingiz mumkin to'lamasdan, oxirida ushalasiz, shu tekin yurganingizni baribir to'lab qo'yasiz oxirida. Shuning uchun oylik abonement olib qo'ygan yaxshi. Biletsiz yurmaslik kerak. Endi biletsiz yurish ham o'zi noto'g'ri. Siz u voditelь yoki umuman bu sistema sizni A tochkadan B tochkaga borib qo'yapti, ishingizni yengil qilyapti. Siz to'lamasdan tushib ketishingiz bu noto'g'ri. Ko'pchilik to'lamasdan yo qochib yuradi. Keraksiz narsa. Keraksiz stress. Nima qilasiz? To'lab qo'ying, xotirjam bo'ling, o'zingiz ko'nglingiz ham to'ladi. Boshqacha film. Masalan, o'zi misol qilish mumkin, Rim shahrida o'zini tekshiradigan muddati desak bo'ladi. Asosan oy oxiri bilan boshida ko'p tekshiradi. Chunki oy oxirida tugashi bo'lsa, o'sha yerda uchishlaydi, kimdadir katta bor yo'qligi. Oy boshida bo'lsa, yangi oyga o'tgandan keyin darrov to'lab sotib olish kerak. Bu yerda ham shunaqa o'zini tekshiradigan qanaqadir muddati bor. Xohlagan paytda chiqib ketish. Shunaqa, ya'ni muddatini sezmaganmiz. Chiqmaydi deb o'ylayverib bo'lib turasiz, chiqib qoladi. Yokida hozir mana chiqsa kerak deb yurasiz, hech kim chiqmaydi. Shunaqa. Agar kutmagan holat kartez bo'lsa, oldingizda bor, bilet urib qo'ygansiz, hamma joyda chiqmaydi. Kartez yo'q, chiqib qoladi. To'ppa-to'g'ri. Shunaqa bo'ladi doim. Va qiziq, kecha Milanda ham ko'rdim, Rimda ham bor. Regionalniy trenlarga ham qo'llanib ketganda bizada. Turinda ham xuddi shunaqa imkoniyat bormi transport masalasida? Ya'ni qaysi yo'nalishdagi trening bor degan. Turinga yaqinroq bo'lgan qanaqadir shaharlarga avtomatik o'tib ketsa bo'ladi-da. O'zim borib ko'rmaganman, shunga bu narsa deyishim qiyin. Men eshitganman, men ham o'zim borib ko'raman. Eshitganman, kichkina shaharlar bor, Berlin degan shaharlar bor, shularga o'tadi degan. Bilaman, shu metroga o'tadi. Eng asosiysi shu. Bu yildan tekin, hech litsenziyamiz yo'q. Mazza qilib yuribmiz. Yaxshi. 3 yil haqida gaplashsak bo'ladi. Bu yaqinda ochilgan jamiyat desak ham bo'ladi. Tashkilot. Yes. Tashkilot. Aynan buni maqsadlari nimada va bu tashkilotni tashkil qilishingiz sizga qanchalik foyda olib keladi? Xo'p, UCIga keladigan bo'lsak, Uzbek Community Initiative, UCI deyiladi. Shu UCI asosiy maqsadi Italiyadagi o'zbek diasporasini shakllantirish, Italiyadagi o'zbeklarni shu networkingni birlashtirish asosiy maqsad bo'ladi. Shu birlashtirish o'laroq bir-biriga yordam berish, o'zbek men har doim aytardim, o'sha chet elliklarning nazarida o'zbek millatini rivojlantirishimiz kerak deb aytardim. O'sha qaysi millat eng kuchlisi, birlashgan millat eng kuchlisi. Xuddi shu asosiy maqsadi, UCIning asosiy maqsadi xuddi shu bo'ladi. Mana o'zimga endi qanaqa foyda olib keladi deganda, mana o'zimga hech qanaqa bir moliyaviy foyda olib kelmaydi. Faqat ma'naviy foyda olib keladi desam to'g'ri bo'ladi. O'zimga katta tajriba, jamoa bilan ishlayman, leadership qobiliyatlarini rivojlantirishdan bo'ladi, jamiyatni shakllantirishga, umuman ko'p odamlarga yordam berishga hissa qo'shishim mumkin va shu jamiyatda qaysi ma'noda qaysi ishini yengil qilishda deymizmi, yo qaysi muammosini hal qilishga qaysi ma'noda kimnidir birlashtirib qo'yish, shunaqa orqali bir
o'z hissamiz ozgina bo'lsa ham qo'shib yuborishim men uchun katta yordam deb o'ylayman. Bu mana chet davlatidagi o'zbek diasporasi haqida gapiryapsiz va Koreyada ham xuddi shunaqa o'zbek diasporasini ko'rgansiz va Italiyada ham ko'ryapsiz. Ikkalasini taqqoslaganda qanaqa deb bo'lyapsiz hozir imkoniyatlari va darajasi? Qiziq savol, kutmaganim to'g'risi. Italiyadagi diasporani kutmagandim bunaqaligini demoqchiman. Koreyada misol uchun boya aytganimdek, Italiyada deyarli 3000 ga yaqin o'zbek bo'ladigan bo'lsa, Koreyada 120 mingta. Ya'ni 60 baravar ko'p Koreyada o'zbeklarning soni. Lekin ko'p misol uchun tadbir qilamiz, o'zbeklarni yig'amiz deydigan bo'lsa, unaqa o'zbeklardan qiziqish ko'p bo'lmasdi. Shu tomoni hayron qoldiradi. Men misol uchun qanaqadir juda o'zbeklarga foydali bo'lgan tadbir qiladigan bo'lsa ham, o'zbeklarning soni ishtirokchisi kam bo'ladi. Italiyaga shuni kelyapmiz. Soni ham kam, odamlar ham kam. Turinning o'zi mingtadan o'zbek yo'qda, 500 ta ham o'zbek chiqmasa kerak hozir. Lekin Turinning o'zida tadbir hiking tashkil qilyapmiz. 60 ga yaqin odam kelyapti. Hayronman. Zakovatga tashkil qilyapmiz. 3-4 kunning ichida уже 8 ta jamoat bo'lyapti. Rimni tashkil qilyapmiz. Rimda zakot bo'lmagan shu paytgacha. Rim ro'yxatdan o'tganlarda aksariyati zakot qatnashmagan hali. Turindagi zakot qatnashmagan. Lekin ularda o'sha qiziqish balandligidan 15 ta, o'zi 10 ta jamoaga joy ochgandik, lekin 15 ta jamoa ro'yxatda o'tyapti. Shu tomoni meni lol qoldirdi va shu tomoni juda ham bir qanaqadir o'zgacha bir emotsiya berdi. Значит, o'zbek diasporasida bu narsaga qiziqish bor, o'zbek diasporasi shakllantirish talabi bor, bu narsani qilish kerak deb o'ylayman. Ro'yxatga o'tishni ham vaqtliroq yopib qo'yishga ham to'g'ri keldi. Ya'ni Shunday. bir necha kunda уже to'lib ketdi. 2 kunda. 2 kunda to'ldi. Zakovat ayniqsa Mataron jamoasi. Juda ham Asosiy nima? 3-o'rinni oldi. Shunday. Xo'sh, mana ko'pchilikka baribir qiziq tuyuladi, ayniqsa O'zbekistondan hali chetga chiqmaganlar uchun bu yerda moslashish degan jarayon bor. Va moslashish aynan sizda qanday kechgan? Umuman olganda ilk kuningiz haqida gapirib bersangiz bo'ladi. Baribir xohlaysizmi, xohlamaysizmi moslashishga to'g'ri keladi va umrim mobaynida Toshkentda tug'ilib katta bo'lib, Toshkentdan tashqariga chiqib ko'rmaganman, ya'ni Samarqand, Buxorolarga borib ko'rmasam, birdaniga chet el davlatga ketib, o'sha yerda hayotni boshlashga to'g'ri kelyapti. Ya'ni o'zimni choice'im bu, lekin baribir moslashuv oson bo'lmagan. Boshida baribir cultural shock bo'ladi, ko'chalar boshqacha, odamlar boshqa. O'zbekcha hamma bilan gaplashib keta olmaysiz, o'sha moslashishingiz kerak odamlarga, deylik, bizda bularning qoidalariga moslashishingiz kerak, do'konlari 6-7 dan o'sha yopilib oladi, ya'ni shunaqa moslashish vaqt talab qiladi, lekin moslashib ketganingizdan keyin o'sha suvga tushgan baliqdek yurasiz. Keyin bulardan anaqani so'rab ko'rsangiz yaxshi edi. Uchini biz bo'tib qilyapmiz. Shu uchi oldin hayot qanaqa bo'lgan, uchining foydasi qanaqa bo'lyapti bilamiz. Italiyada ancha yashab kelgan odam o'zbek diasporasini ancha yaxshiroq biladi. Men endi kelgan. Oldin qanaqa eventlar bo'lgan o'zi? Qanaqa foydasi ekan? Oldin mosh kishiri degan eventlar bu. Ya'ni o'zimiz yig'ilib turardik, tam 10-15 kishi doim, lekin futbolga ko'pchilik yig'ilamiz doim, lekin qanaqadir tashkiliy jamoa bo'lib, nimadir eventni tashkil qilib, hammani nima deydi, taklif qilib bo'lib yurgan anaqalar bo'lmagan. Nafaqat Turinda, o'zi umuman Italiya bo'yicha eshitmaganman bunaqa narsalar bo'lganini. Shu uchi ochilib, ya'ni o'quv yili boshlandi, birdaniga hiking e'lon qilinib, hikingga taklif bo'lganida borganimizda shuncha odamni ko'rib, qanaqadir biz ham begona emasligimizni, ya'ni shu o'zbek diasporasi bu yerda borligini, o'zbeklar ko'pligini, yolg'iz emasligimizni his qildik. Rostdan odam ko'p, o'zbeklar hammasi 40 ta 50 ta bo'lib bitta mission bilan tepaga ketyapmiz. Tepalikni ko'ramiz deb birgalikda peshkom. Juda boshqacha hissiyat bo'lgan. Zakovatga yig'ilganimizda o'sha politoydagi xona to'lgan, zakovat qizg'in payti emotsiyalarga berilib, ya'ni juda mazza bo'lgan. Shunga nima deydi, aytganimdek, uchidan oldin bunaqa hissiyotlar, bunaqa experiencelar non-existent bo'lgan va uchidan keyin уже juda colorful desak bo'ladi.
qanaqadir bayram tadbirlarda ham umuman yig'ilish bo'lmagan unaqa kattaroq auditoriya. Yo'q, ya'ni o'zi umuman aytganimizdek o'zbeklar orasida, bolalar orasida узкий kруг degan narsa bor. Ya'ni shunaqa qilib aytganimizdek 10-15 kishi yig'ilib turishimiz mumkin edi. Ramazon oyi paytlarida ham kimnikiga yugurib borib iftorlik yoki nimalar qilishimiz mumkin edi, lekin bunaqa yig'ilib qanaqa bir eventlar o'tkazish yo'q, xayolda ham bo'lmagan bu narsa. Nima? Shu yo'q, uni oldingisi. Ha. Shuni Ibrohim kelgandan keyin bilganmiz, shu yoqda tashkilot borligini, nimaga qanaqa ishlashini shunda bilganmiz. Haqiqatan keyin. Ungacha 3 yil shu yerda bo'lsak, bilmayman, ishga masalan muammolar bo'lsa, bizga murojaat qilinglar yoki biroq event qilamiz deb hech kim nima qilmagan, harakat qilmagan. O'zimiz ham harakat qilmaganmiz. Shu desa bo'ladi. Hamma nima deydi, kichkina gruppa bo'lib ketgan. Biz o'zimiz 6 talik gruppamiz bor edi, shu o'zimiz ovqat qilib, o'zimiz yig'ilib, o'zimiz bir-birimizga podдержка qilib yurardik. Endi bu kengayib ketyapti. Xudo xohlasa. Shu Navro'zga futbol qilib beramiz degan. Bizda Matona jamoasi tayyor. Futbolga Rimdan ham kelishsin, futbolistlar. Endi uni bolaga aytish kerak-da. To'g'ri. Shu o'rgatganimni aytishdi. Zo'r. Dedi. Mana o'zi umuman 3 yil menimcha deyarli hisobda Italiyadasiz. Qoniqdingizmi 3 yil davomida? Italiyadanmi? Albatta. Ha, Italiyadan qoniqdim. Menimcha bilmayman, boshqa davlatda bo'lganimda ko'rib ketolmadim, biroq yoqmadi. Italiya yoqdi menga. Italiyadan roziman. Italiya mendan rozi bo'lsin. Endi student uchun hamma sharoitlar bor. Aytgandek, stipendiya bor, yotadigan joyim bor. Imtihonlarimni bilmayman qachon topshirgim kelsa shunda topshiraman. Endi hamma sharoitlar bor. Xudoga shukr, biroq qiyinchilik ko'rmadim. Mana yotadigan joyim bor deganingiz yoz kelib qoldi. Boya aytdingiz, 2 yil davomida kvartirada turdim. Bir yil oxirgi anaqada yilda общакda turayman deyapsiz. Ikkalasining o'rtasida farq qanaqa ekan? Farq katta, ancha. Endi ikkalasida ham o'zgarish plus minuslari bor. Kvartirada tursangiz o'zbeklar bilan yig'ilib ko'pchilik bo'lib turasiz. Uni o'zining pluslari bor. Yotoqxonada tursangiz boshqa o'zbeklardan tashqari bir international studentlar bilan tanishasiz. Yotoqxonaga chiqishimiz sababi ham shu, boshqa international studentlar bilan yashab ko'ray, tanishay, bir odamni ko'chada gaplashsangiz boshqa, baribir birga yashasangiz, har kuni uchrashib tursangiz u boshqa. Italiyaga kelib faqat o'zbeklar bilan tanishib ketish ham noto'g'ri. Baribir boshqa insonlar tanishish kerak. O'zim xondoshim eronlik. Uni fikri boshqacha, fikr almashib. Qo'shnilarim bor italyanец, ular bilan gaplashib, ular bilan tanishib. Shu bir yil bo'lsa ham yotoqxonada turish kerak. Menimcha. To'g'ri, qo'shaman. Xo'p, o'zi yakuniy savol beraman aka. Sizga italyanlardan o'rganish mumkin bo'lgan qanaqa odat yoqdi? Qanaqa odat italyanlardan o'rgansa bo'lar ekan? Bizga talab qilsa bo'ladi. Shunaqa. O'ylab olay, do'stlarim javob berib tursin. Okey. Xo'sh. Mana siz kelishingizdan oldin o'zim ham bilaman, boshqa universitetlarga o'qishga kirgan edingiz, boshqa shaharlarda ham sizda tanlov bor edi. Nima uchun Turin? Mana o'sha. Chunki qo'rqmasdan turibman. Men o'zi 3 ta o'qishga topshirganman. Florensiya, Padua, Turin. Keyin oxirgi qaror Padua bilan Turinga tarqalgan. Paduaning reytingi balandroq edi, meni yo'nalishim ancha kuchliroq edi. Turin desa joylashuvi. Shuning uchun rosa o'ylaganman, Paduani tanlaymikan, Turinni tanlaymikan deb turib. O'sha paytda mana Xudoga shukr, yaqin do'stlarimiz Turinda bo'lgani uchun, umuman Italiyada bo'lgani uchun yaxshi maslahatlarni bergan, akalarimiz, Turinda tanishlarimiz maslahat bergan, Padua yaxshimi Turin deganda, shularning xulosasi o'laroq Turinni tanlashga qaror qilganman. Hech afsuslanmayman. Shu paytgacha juda ham haqiqatan to'g'ri qaror bo'lgan ekan, to'g'ri maslahatlar berilgan ekan, maslahatlar quloq solganimga ham o'zimga shukr qilaman. Turindagi sharoitlarni ko'rib turganingizda meni ancha zo'r. Shuni tan olish kerak. Keyin ko'chib kelaman demadingiz.
shunaqa qaror o'tdi lekin bir to'liq ko'rgandan keyin Rimliklarga qaytganingizni aytingda, turing bo'lmabdi, o'zimizni Rim yaxshi ekan, plyuslari ko'p ekan, qochib kelishadi bo'lmasa hamma, to'g'risini aytsangiz. to'g'ri. Sizga endi savol, bularniki teskarisidan borib, italyanlarni qaysi odati yoqmaydi? Yoqmaydi. Qaysi odati yoqmaydi? Aytavering. Senzura qo'yib yuboramiz. Bijir. Farosat deydi, ba'zi shu farosat kamlik qiladi, lekin o'zlari bilmagan holatda qiladi deb o'ylayman. O'rganib qolishgan bunga. Shuning uchun uncha e'tibor berishmaydi bunga. Masalan, kutubxonada o'tiribsiz dars qilib, burnini qoqishadi. yo ovqatlanib o'tiribsiz, burnini qoqishadi. Bu ular uchun odatiy hol. Burun qoqqan odamga faqat men qarayman, hech kim e'tibor bermaydi. O'tirganimda jahli chiqadi, yoqimsiz. Endi bu ularni odati, singib ketgan. Hech narsa qila olmaysiz. Shu tarbiyasizdan o'rgan deydi. Shunda ham minuslaridan ham ko'p narsa o'rgansa bo'ladi ko'rib. Maqsad ham shu, safarga chiqishdan ko'rib, yaxshi narsasi bo'lsa olish kerak, yomon narsasi bo'lsa ular qilmaslikka harakat qilish kerak. Juda ovozi baland bo'ladi, juda ham baqirib gaplashishadi. Shu buni ham menimcha ularni kulturasida baland gapirish. Sizga yoqmayotganini ko'rib qolsa, bilib qolsa, uzr so'raydi sразу. Uzr deb sekinlashadi. Lekin o'zi bilmagan holatda keladi bu. Shu siz javob Ham o'ylamadim. Iya. Yaxshi odatlar yo'q ekan deydi. yaxshi. Yo'q, yaxshi odatlari bor. Nima deydi? Ishini joyiga qo'yib qo'yadi tushunishim bo'yicha ko'pi, ya'ni ruslarda rus sinfida o'qiganman, endi ruscha gapirganimga uzr so'rab qo'yaman oldindan. Ruslarda shunaqa поговорка bor. Сделай дело, гуляй смело deydi. Ya'ni ishingni bitirganingdan keyin bemalol aylanib yuraver. Italiyalar shu narsaga men taniganlarim, men bilganlarim rioya qiladi rostdan ham. Ya'ni ishchi kelganda, darsiga yoki ishiga vaqt kelganda dushi qilib qo'yadi ishlarini, o'qishlarini joyiga qo'yib qo'ygandan keyin bemalol xohlagan vaqtgacha aylanib boshqa qilib o'zini anaqasi bilan yuradi. Ya'ni shu narsasi xayolga keldi hozir. Eng yoqqan tarafi shoshilmasligi bo'ladi. Shoshilmaslik kerak. Eng zo'ri shu. Ertalab turib, sekin, masalan, kofeni ichib, sekin ishga borib, hayotdan zavqlanish, yashashga shoshilmaslik kerak. Biz qarasangiz doim yugurib yurgan, tez-tez ovqatlanib, bularda unaqa narsa yo'q. Ovqatlanyaptimi? Ovqat ustida ovqat haqida gaplashishadi, ovqat qanaqa chiqqanini, bunaqa qo'shsa bunaqa bo'lishini gaplashishadi. Nima deydi? Hayotdan zavqlanishni biladi. Shu narsani yo'lga qo'yish kerak me'yorida. Shoshmasdan biron joyga safar qilsa ham borib faqat joylarini ko'rmaydi, magazinga kirib ko'radi, magazindan nimadir oladi. Birinchi bo'lib kofe ichib olishadi. Ozgina keyin obed qilishadi. Imенно shu joyda ovqatini yeb ko'rmoqchi bo'ladi. Undan keyin morojniy shunaqa shoshmasdan aylanishadi. Dolce far niente deydi. Shu taraflari zo'r. Hayotdan zavqlanishadi xullas. Zavqlanish kerak. Napoli tomonlarga borsangiz, ya'ni South Italyga boradigan bo'lsangiz, yoz paytlarida, boshqa paytlari tam beachlari bor, ko'rganmiz. Yosh katta tam nima deydi, buvilar, do'dalar chiqib olib, dam olib, quyoshda mazza qilib, bu yoqqa qaraydi, bu yoqqa qaraydi. Ya'ni rostdan ham zavqlanishadi hayotdan. Qo'y. Va qo'shimcha qilaman, borganimizda ham bu strayk juda ko'p. Bizda unchalik sezilmasi mumkin, masalan, shimollarda ham sal yaxshi o'xshashi mumkin, lekin o'sha janubga tushib boryapsiz, bu juda katta bilinadi, bu juda tez bilinadi. Polностью tashlab yuboradi. Erkin, juda erkin. Siz hozir ta'rif etganingizdan ham erkin. Deya olasiz. Menimcha hech qaysi nationda, hech qaysi cultureda bir oy dam olish anaqasi yo'qda. Dam olsangiz 1 kun dam olasiz, 2 kun dam olasiz. Bularda avgust oyida Ferragosto degan bayrami bor. Haligacha tushunmaganman nimani nishonlashadi, lekin ko'p yo'nalishlarda 1 oygacha dam beradi, ishxonadan dam olishadi.
qoyil u eshitganimda hayır bir oy 4 kun emas 5 kun emas bizda mustaqillik kunimizda 4-5 kun dam olamiz bular Feragostosida bir oy dam oladi. Bugungi suhbatga rozi bo'lganinglar uchun kattakon rahmat aytaman. Sizga rahmat. Va alohida minnatdorchiligim mana shu kelgan vaqtimda Turinda aylantirish, kutib olish va hamma joyni qo'ldan kelgancha ko'rsatganinglar uchun ham kattakon rahmat aytib qolaman. Va o'zi mana shu loyihamni eng oxirgi yakuniy qismida O'zbekistondan keltirilgan har bir mehmonlarga qurt tarqatyapman va o'ylaymanki yaxshi sovg'a bo'ladi deb o'ylayman. Eng zo'ri man qachondan beri Qazi yo'q. kim menga qurt berar ekan deb yurganimni bilasizmi? Yo'q-da, uni olib keltirishlarchi ham yo'q menimcha. Qoyil. Bular qurt biznesida shug'ullanyapti hozir. Koreya deyapman, Italiyada. Kimga qurt kerak bo'lsa, Podkastimizni sponsori. MK Fruit. Nomer qo'yib qo'ymabsiz-da. Murojaat qilasiz MK qurt. Qoyil. Mazasi ham. Men ko'ryapman buni endi ko'rdim. Qoyil. Bizga zakotga sponsor kerak bo'layotgan hozir. MK qurt. Yo'lga qo'yib olish kerakligini uchun. Birinchi o'ringa bir paket qurt. Men olib ketaman. İtalyanlarga berib, reaksiyasini tekshirib ko'rsangiz bo'ladi. Shunaqa video siz. Reaksiyangizni Ko'rish kerak. Sizga